Temu platformasining faoliyati O'zbekistonda cheklanadi. Hurmatli fuqarolar, bu videoni ko'rganingizdan boshlab Temu platformasidan buyurtmalar berishni to'xtatishingizni tavsiya qilaman. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli milliy loyihalar agentligi va soliq qo'mitasining axborot xabariga ko'ra, Temu platformasi, ya'ni onlayn savdo platformasi O'zbekiston Respublikasida noqonuniy tarzda, qonunga nomuvofiq tarzda faoliyat olib borganligi uchun va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan 2024-26 dekabrdagi Vazirlar Mahkamasining 885-sonli qaror 2-bandiga nomuvofiq tarzda faoliyat olib borganligi uchun uning faoliyati O'zbekiston Respublikasi hududida to'xtatildi. Bu videoni ko'rganingizdan boshlab Temu platformasidan tovarlarga buyurtma berishni hozirdan to'xtatishingizni tavsiya qilaman. Aks holatda pulingizga kuyib qolishingiz mumkin. Shu bugunga qadar zakaz qilgan tovarlaringiz uchun to'lagan pullaringizni qaytarishni so'rab Temu platformasiga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Videoni iloji boricha barcha yaqinlaringizga, barcha tanishlaringizga, do'stlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Aks holatda puliga kuyib qolishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.